Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bizda yangi modellarimiz chiqqan. Biz HB ga o'tdik. Bu bambuk HB materialimiz. Atlasli varianti. Bunaqa varaqchalari bor, yelkalarigacha. Hop. Eteklarda ham varaqchalari bor. Razmerlari 48, 50, 52 razmerlar. Juda chiroyli model chiqqan. Hop, shimlarni ham ovli qilganmiz. Mana tigirli varianti bor mana. Bu chiroyli model chiqqan bular ham. Mana garohli varianti mana. Garohlisi. Hatta anor gullisi bor mana. Oranjiy anor. Bu chiroyli. Hamma ranglari hadovoy ketyapti. İnşallah. Mana bu yerda bunaqangi svetimiz ham bor mana. Bularda hop, razmerlarni aytdik. 48, 50, 52. Yana bir ikkita rasvetkalari chiqyapti inshaalloh. Yana bundan ko'p rasvetka chiqaraveramiz tugashiga qarab. Hop. Buni narxlarini 45 ming qilib beryapmiz Optimga. Ob'yom oluvchilarga yana kelishiladi. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Yana kelishtirib beramiz ob'yomchilarga. Hop, tagi sirop bularda. Keyin mana miramirlarimiz bor. Mana bu xalatli variantimizdan 2 xil rasvetkasi qolgan. Mana bu ko'ylakli variantlarimiz. Hop, 4 xil rasvetkasi bor. Bularni hammasini rashimiga 45 mingdan qo'yib yubordik, pul bo'shatgani. Kimga kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Chiroyli qilib dastavka qilib chiqarib beramiz 12 viloyatga. Hop, dastavka kamiga 5 ta 10 ta bo'lsa keyin chiqarishimiz mumkin. Bitta ikkita donaga to'g'ri tushunasizlar, chiqara olmaymiz. Biz Optim sotganimiz uchun bizga qoplamaydi bitta ikkita. Hop, bulardan bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Bugun haftani chorshanba kuni 4-mart biz Boboshbek bozoridamiz. Boboshbek bozorida savdo qilyapmiz. Ertaga Qo'qon bozoriga chiqamiz inshaalloh. Yana mana shu materialdan yana boshqacha modellarimiz chiqyapti. Inshaalloh ularni ham yana video qilib tashlaymiz. Sog' bo'linglar.